Alloh taoloning o'zi bizga tabiiy qonni tozalovchi ukolni berib qo'yganda, mana qarang. Asalari zahri, tarkibida apitoksin bor. Bu mana shu hozir chaqqani qon tomirga o'tadi-da zahar, qonimizni tozalash xususiyati bor. Biz bundan xabarimiz yo'q. Shunaqa ne'matni berib qo'ygan Alloh, biz har xil ximikat, har xil ximiyalarga borib qonimizni tozalatib yuramiz. Keyin aytamiz, mazam yo'q, skleroz, pamitda hech nima yo'q. Nimaga? Chunki hamma yoq ximiya bo'lib ketdi. Biz mamlaqa oddiygina, juda arzon turadigan Alloh taolo bergan ne'matidan foydalanmay qolamizda. Mutaxassis toping, apiterapiya bo'yicha haqqoniy ishini, kasbini mutaxassisi bo'lgan insonga boringda, arni chaqtiring. Bu sizning immunitetingizni ko'taradi. Shifo bo'lmagan направленияsi yo'q. Birinchidan o'sha aytganimdek, apitoksin sizning qoningizga tushib, qoningizni tozalash xususiyati bor. Bu juda katta rol o'ynaydi. Bu juda muhim narsa. Shuning uchun bugun erta indin topib, asal ari chaqtirishni o'zingizga doimiy odat qilib oling.